Inson moliyaviy holatini 6 bosqichga bo'lish mumkin. Eng pastda bizda moliyaviy beqarorlik bor. Bu yerda sizning daromadingiz sizning xarajatlaringizga qaraganda kamroq bo'ladi. Shu sababli siz ko'proq qarzga botasiz va o'z ehtiyojlaringizni ham to'liq qoplay olmaysiz. Bunday holatda albatta xarajatlarni qisqartirish va jamg'arma yaratish eng muhim qoida bo'ladi. Ikkinchi bu moliyaviy barqarorlik. Demak, bu yerda sizning daromadingiz barcha ehtiyojlaringiznigina qoplaydi. Lekin xohishlarga o'tmaymiz, lekin ehtiyojlaringiz o'zi qoplanadi. Lekin sizda ortiqcha pul shakllanmaydi. Ya'ni siz jamg'arma qilib, passiv daromad uchun investitsiya qilish uchun pulingiz bo'lmaydi. Uchinchi bu moliyaviy xavfsizlik. Moliyaviy xavfsizlikda sizning daromadingiz barcha ehtiyojlaringizni qoplaydi va ozgina qo'shimcha xohishlaringiz uchun ham pul qoladi. Bu yerda kichik bo'lsa-da jamg'arma shakllanishni boshlaydi. Bu qatlamga o'rta sinf deb nomlasak bo'ladi va bu o'sha jamg'armalarni kattalashtirish orqali keyingi bosqichga o'tish, ya'ni passiv daromadga o'tish uchun asos bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Bu moliyaviy xavfsizlik. Moliyaviy xavfsizlikda sizning passiv daromadlaringiz, bu aksiyalardan bo'lishi mumkin, ko'chmas mulklardan bo'lishi mumkin, sizning ehtiyojlaringizni qoplaydi. Endi siz ishlamasangiz ham sizni ozuqangizga va uy sharoitingizga yetadigan pul keladi, lekin xohishlaringiz, qo'shimcha zavq-shavqlar uchun baribir pul xavfsizlikdan kelmaydi. Bunday holatda siz xarajatlaringizni oshirsangiz, masalan, ko'proq sayohatga chiqsangiz, uje avtomatik yana sizda pul yetishmovchilik holatlari paydo bo'ladi. 5-daraja bu moliyaviy erkinlik. Moliyaviy erkinlikda sizning passiv daromadlaringiz, ya'ni investitsiyalaringiz nafaqat sizning ehtiyojlaringizni, balki barcha xohishlaringizni ham shakllantiradi. Bunday holatda siz uje xohlagan paytda masalan sayohatga ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda asosiy narsa o'sha mavjud boylikni saqlash va uni xavfsizlantirish uchun diversifikatsiyaga urg'u berish bo'ladi. Eng oxirgisi 6-chi bu moliyaviy farovonlik. Moliyaviy farovonlikda nafaqat o'zingizni ehtiyojlaringiz va xohishlaringizni sizning investitsiyalaringiz qoplaydi, balki siz allaqachon shajaraviy boylikni ham o'ylab boshlaysiz. Ya'ni siz avlodlarga qoladigan va yetadigan meros qoldirish tizimini ishlab boshlagan bo'lasiz. Endi aytingchi, siz ushbu 6 bosqichni hozir qaysi birdasiz va keyingi bosqichga qachon o'tasiz?